Sport jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat inson salomatligini mustahkamlash, balki yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda sportning ahamiyati tobora ortib bormoqda. U inson organizmini chiniqtiradi, jismoniy va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi, iroda, qat'iyat va intizom kabi muhim fazilatlarni shakllantiradi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida sportni ommalashtirish, ularni zararli odatlardan uzoq tutish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. 2026-yil 7-aprel kuni davlatimiz rahbari raisligida jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan topshiriqlar mamlakatimiz hududlarida sportni rivojlantirishning yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur yo'nalishlar asosida Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida ham sport sohasini tizimli rivojlantirish, aholini, ayniqsa yoshlarni jismoniy faollikka keng jalb etish bo'yicha amaliy ishlar boshlab yuborildi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 7-aprel kuni sport yo'nalishiga bag'ishlangan juda katta yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda muhtaram prezidentimiz tomonidan zarbdor tajribasini yo'lga qo'yish, tadbirkorlarni bu sohaga kengroq jalb qilish, bularning imkoniyatlaridan foydalanish yuzasidan bir qator vazifalarni yuklab berdilar. Mana 5 yillikda O'rta Chirchiq tumanidagi xususiy sektordagi sport maydonchalari keskin oshiriladi. Mana hisob-kitob qilib turibmiz. Kuni kecha biz prezidentimizning selektor yig'ilishlaridan keyin xususiy tadbirkorlar bilan sport sohasida faoliyat yurgizayotganlar bilan gaplashganimizda bo'sh yer maydoni bo'ladigan bo'lsa, faoliyatini kengaytirish imkoni mavjudligi, katta sport bazasini yaratish, bolalar o'smirlar sport maktabini tashkil etishga o'zining tashabbuslarini bildiryapti. O'rta Chirchiq tumanida sport ta'lim muassasalari faoliyatini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda tumanda bitta sport maktabi faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga 55 ta umumta'lim maktabi va 3 ta texnikumda ham sportni ommalashtirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Sport maktabida 49 nafar murabbiylar, 1946 nafar yoshlar bilan muntazam ravishda shug'ullanmoqda. 13 yildan bir sport sohasida murabbiy bo'lib ishlab kelaman. O'rta Chirchiq tumani sport maktabida o'z faoliyatimni olib boraman. 100 dan oshiq o'quvchi qizlarim mavjud. Badiiy gimnastika bilan shug'ullanamiz. Tuman, shahar, viloyat, xalqaro musobaqalarda faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlar qo'lga kiritib kelmoqdamiz. Muhtaram prezidentimiz sportga juda ham katta e'tibor qaratganligi uchun gimnastikaga juda ham katta sharoitlar yaratildi. Bizda maktablarda shug'ullanardik, dars soatlarimiz umuman to'g'ri kelmasdi. Jihozlar, invertar, hattoki badiiy gimnastika professional gilamlarimiz yo'q bo'lgan. Hozirgi kunda hamma narsalarimiz ortig'i bilan bor. Baydarka va kanoe sport turi tumanda eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sport turi suv havzalariga yaqin hududlarda keng ommalashib, yoshlar o'rtasida katta qiziqish uyg'onmoqda. Yaratilgan zamonaviy sharoitlar, zarur jihozlar hamda tajribali murabbiylar faoliyati natijasida sportchilarning mahorati izchil oshib bormoqda. Ayniqsa yosh iste'dodlarni erta aniqlash va ularni professional sportga yo'naltirish tizimi samarali yo'lga qo'yilgan. Baydarka kanoe yo'nalishi bo'yicha Toshkent dengizi bizga yaqinligi uchun juda ko'p sportchilarimiz bu sohada yildan yilga kengayib boryapti. Hozir o'zida ba'zan o'ziga boradigan bo'lsangiz 2000 ga yaqin bolalar Qozog'iston, Tojikiston, boshqa davlatlardan kelib turib, tayyorgarlik ko'rib, sportga chiniqishini, imkoniyatlarini ko'rsatib beryapti. Buni asosiy sababi mana prezidentimiz bu sohaga juda katta keng imkoniyatlar yaratib berayotganligi natijasida bugun biz buni guvohi bo'lib turibmiz. O'rta Chirchiq sport maktabida ham sportchi, ham trener bo'lib ishlayman. Hozirgi kunda qo'l ostimda 20 dan oshiq bola bor va ulardan orasida 4 karra O'zbekiston chempioni va 10 dan oshiq bolalar O'zbekiston sovrindorlari. Shu sportiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ishga kirganimga 2 yildan oshgan bo'lsa, shu kungacha o'qishga kirgan o'quvchilarimiz 10 dan oshiq. 2029-yilda Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Hozirgi kunda tumanda jami 26 ta sport turi rivojlangan bo'lib, shundan 15 tasi olimpiya, 2 tasi milliy, 4 tasi paralimpiya va 4 tasi noolimpiya sport turlari hisoblanadi.
2025-yil davomida tumanda 358 ta sport tadbiri tashkil etilib, ular orqali 28 mingdan ortiq iqtidorli yoshlar sport maktabiga jalb etildi. Занимаюсь очень давно, очень интенсивно. В день по 2 тренировки. Men juda uzoq vaqtdan beri sport bilan shug'ullanaman. Juda intensiv mashq qilaman. Oldin juda kuchsiz qiz edim, lekin sport tufayli mushaklarim mustahkamlandi. Sportning foydalari juda ko'p. Sog'liqni mustahkamlaydi. Doimiy intensiv mehnat orqali tanani chiniqtiradi. Shu vaqt ichida men Rossiya, Pekin, Chotqol tog'lari hamda Samara shahriga bordim. O'zbekiston terma jamoasi bilan o'ynadim. O'zbekistonning turli viloyatlarida chiqishlar qildim. Deyarli yarim mamlakatni kezdim, hatto chet elga ham chiqdim. Hozir Olmaliqkon metallurgiya kombinati jamoasi tarkibida o'ynayapman. Mening asosiy orzuyim olimpiadaga borish edi. Hozir ham shu maqsad sari tinmay harakat qilyapman va oldinga intilishdan to'xtamayman. Sport infratuzilmasini rivojlantirish borasida ham muhim ishlar amalga oshirildi. Xususan tumandagi 11-umumta'lim maktabida O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan street workout maydonchalari qurib berildi. Ushbu zamonaviy sport maydonchasi o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, ularni muntazam sport bilan shug'ullanishga jalb etish hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Aholini sportga jalb qilish borasida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan mahallalar kesimida ommaviy sport tadbirlari, yurish marafonlari, yugurish aksiyalari hamda turli sport musobaqalari muntazam tashkil etib kelinmoqda. Bu jarayonda barcha yosh toifasidagi aholi vakillarining faol ishtiroki ta'minlanib, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, sport to'garaklari va ochiq maydonchalardan samarali foydalanish orqali fuqarolarning jismoniy faolligi oshirilmoqda. Muhtaram prezidentimiz nafaqat bu sport sohasida sportchilarga yaratib berilayotgan imkoniyat, mahallalarda sog'lom turmush tarzini yaxshilashga, mahallalarda uyushmagan yoshlarni bu sohaga jalb qilishga juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqdalar. Misol uchun 46 ta mahallamiz bo'ladigan bo'lsa, hozir tahlil qilsak 60 mingdan ortiq fuqarolarimiz sport bilan shug'ullanyapti. Uyg'ur mahallasi, Taraqqiyot, Fayzavod, Qorasuv mahallalarigacha salomatlik yo'laga, ya'ni 24 soat davomida yorug' joyda piyoda yurib sayr qilish imkoniyati yaratib berildi. Ilgari odamlarimiz bu narsaga qariyb 10% odamimiz chiqqan bo'lsa, hozir bola chaqasini, nabirasini yetaklab, o'sha bu ham bitta sport, bu ham bitta sog'lom turmush tarzi. Fuqarolarimizni bu narsaga, bu madaniyatga o'rgatishga juda katta imkoniyatlar yaratib berilgan. Muhtaram prezidentimiz tomonidan selektor yig'ilishida bizga bir qator vazifalarni aniq qilib belgilab berilgan. Biz o'zimizga dastur qilib olganmiz. Bu vazifalarni so'zsiz ijrosini ta'minlashga va'da beramiz. 2026-yil uchun belgilangan ustuvor vazifalar ham aniq va manzillidir. Jumladan tumandagi 46 ta mahallada 650 ta sport musobaqalari va 2 ta sport challengelari o'tkazish orqali aholi qamrovini 45% ga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, 55 ta maktab va 3 ta texnikumda mahorat saboqlari tashkil etilib, yoshlarni professional sportga jalb qilish kuchaytiriladi. Joriy yilda 250 nafar iqtidorli yoshlar sport maktablariga saralab olinadi. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida biz o'zimiz uchun reja, yo'l xaritalarini ishlab chiqdik. Unga asosan muntazam shug'ullanuvchilar sonini 25% ga oshirish, ommaviy sport bilan shug'ullanuvchilar o'tgan yili bizda tumanimizda 33% bo'lgan bo'lsa, bu yil 45% ga yetkazish. Razryadli va unvonli sportchilarni o'tgan yil rejaga asosan 80 ta razryadli, 5 ta unvonli sportchini tayyorlash bo'lsa, 2026-yilda buni 20 ta razryadli va unvonli sportchilarni tayyorlash, 80 ta razryadli sportchilarni tayyorlash o'zimizga maqsad qilib oldik. Ommaviy sport musobaqalari orqali seleksiya qilib, ularni olimpiya sport turlariga yo'naltirishni asosiy maqsad qilib qo'ydik. Xulosa qilib aytganda, O'rta Chirchiq tumanida sportni rivojlantirish, ommaviy sportni keng targ'ib etish hamda yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar izchil va tizimli tus olgan.